Agar sizda Xitoy mashinasi bo'lsa yoki koreyskiy yoki yevropeyskiy farqi yo'q. Qanaqa mashina bo'lsa ham, mashinangizda variator korobka turgan bo'lsa, bu videoda oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Ko'pchilik variator korobkani yomonlayapti. Yaxshi korobka bo'lsa ekan, tez buzilyapti deyapti. Yo'q, variator yaxshi korobka. Prosta undan foydalanishni bilish kerak, to'g'ri foydalanish kerak. Hop, variatorda o'ldiradigan asosan ikki sabab bor. Birinchisi va asosiysi mashinani qiynab agressiv minish, ya'ni turgan joyda yoki svetoforlarda rezki qo'zg'alish, gazni rezki qo'zg'alish bu o'ldiradi. Ikkinchisi yog'ini o'z vaqtida almashtirmaslik. Har 30 ming kilometrda yog'ini filtrlarini qo'shib almashtirish kerak. Xo'p, qachonki siz svetoforda turib, rezki qo'zg'alsangiz, mana bu valga kuch keladi. Bu tezda aylanganda mana buning ichida vtulka bo'ladi. Shuning vtulkaga nagruska kuch kelib, mana shu vtulkani yeb oladi. Bundan tushgan strujka полностью korobkaning ichiga kirib ketadi. Shu bilan korobka o'ladi. O'shaning uchun variator korobkangiz bo'lsa, agressiv haydamang, tezda qo'zg'almang, har 30 ming kilometrda moy filtrlarini almashtiring, xudo xolasa variator sizga uzoq xizmat qiladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'linglar. Xudo xolasa foydali videolar hali ko'p chiqadi.